Hurmatli brifing ishtirokchilari hamda bizni onlayn kuzatib turgan ishtirokchilar, bugungi brifing mavzusi Oltinsoy tumanida 2026-yil 1-chorakda erishilgan ko'rsatkichlar natijalari hamda yil yakuni bilan oldimizda turgan vazifalar to'g'risida suhbatlashib olamiz. Hurmatli brifing ishtirokchilari, ruxsatlaringiz bilan Oltinsoy tumanida 2026 1-chorakda erishilgan ko'rsatkichlar bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tsam. Tumanda 2026 sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 494 milliard so'mga va o'sish sur'ati 111,1%ga, xizmat hajmi 1 trillion 184 milliard 400 ming, o'sish sur'ati 112,9%ga, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmi 2 trillion 90 milliard so'mga va o'sish sur'ati 109,1%ga, qurilish ishlari hajmi 247,8 milliard so'mga, o'sish sur'ati esa 107%ga yetkazilishi reja qilib olganmiz. Hurmatli brifing ishtirokchilari, 2026 1-chorak yakuni bo'yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 91,2 milliard so'mga, o'sish sur'ati esa 108,5%ga, xizmatlar hajmi 248,6 milliard so'mga, o'sish sur'ati 121%ga, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmi 178,1 milliard so'mga, o'sish sur'atlari esa 127,1%ga, qurilish ishlari hajmi 62 milliard so'mga, o'sish sur'ati 134,4%ga yetkazildi. Hurmatli brifing ishtirokchilari, 2026-yil 2-chorak yakuni bo'yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 251,9 milliard so'mga va o'sish sur'atini 116%ga yetkazishimiz. Xizmatlar hajmini esa 500 milliard so'mga yoki o'sish sur'atini 117%ga o'sishga erishishimiz. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmi 802 milliard so'mga yetkazishimiz. O'sish sur'atlari esa 103%ga yetkazishimiz. Hamda qurilish ishlari hajmini 129,4 milliard so'mga yetkazishimiz va o'sish sur'atlarini 103,1%ga o'stirishga oldimizga reja qilib olganmiz. Byudjet soliq tushumlari bo'yicha Oltinsoy tuman mahalliy byudjet daromadlarining 2026-yillik rejasi 135,9 milliard so'm qilib belgilangan. 2026 1-chorakda, ya'ni yanvar-mart oylari rejasi 29,12 milliard so'm bo'lib, amalda 31,1 milliard so'mga o'ndirilib, reja 106%ga bajarilishi, ya'ni o'tgan yilning shu muosir davriga nisbatan 8,5 milliard so'm ortiqcha mablag' tushirildi. 2026-yil 2-chorak aprel-iyun oylari rejasi 37,4 milliard so'm bo'lib, amalda 41,3 milliard so'm o'ndirilib, rejaning 110%ga bajarilishi va 319 milliard qo'shimcha mablag' tushirish rejasi qilib olganmiz. Jumladan aprel oyi rejasi 12,4 milliard so'm bo'lib, hozirgi kunda, ya'ni bugungi 24-aprel holatiga 14 milliard so'mga o'ndirilib, reja 100%ga bajarilishi ko'zda tutilmoqda. Keyingi yo'nalishimiz kambag'allikni qisqartirish yo'nalishi bo'yicha. Bu yo'nalishda tumanimizda 2026 1-yanvar holatiga kambag'allik reyestrida oilalar soni 1707 tani, ya'ni aholi soni 7806 nafarni, kambag'allik darajasi esa 3,9% ni tashkil etgan. 2025-yil 2829 ta oila, 12,957 nafar aholi kambag'allikdan chiqarilib, kambag'allik darajasi 9,14% dan 3,9% ga tushirildi. 2026-yil yakunigacha kambag'allik darajasini 2,5% ga tushirishni reja qilib olganmiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamiga davlat ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari taqdim etish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi 2025-yil 26 dekabrdagi PF 258-sonli farmoni va ushbu farmon ijrosini ta'minlash to'g'risida Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 29-yanvar kunidagi 31-sonli qaroriga asosan ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimida ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar bo'yicha yangi ijtimoiy reyestr joriy etildi va ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar 3 ta turga, ya'ni davlat ta'minotidagi oilalar, kambag'al oilalar va kambag'allik chegarasidagi oilalar toifasiga bo'lib olindi. 2026-yil 1-aprel holatiga tumanimizda ijtimoiy reyestrga kiritilgan jami oilalar 6101 nafarni, ya'ni bu 12,7% ni, aholi soni esa 28977 nafarni tashkil etmoqda. Jumladan davlat ta'minotidagi oilalar toifasida 1657 ta oila 3,5% ni, kambag'allik oilalar reyestri toifasidagilar 4068 ta oila, bu 8,6% ni, kambag'allik chegarasidagi oilalar toifasida esa 384 ta oila bo'lib, bu 0,8% ni tashkil etmoqda.
Tuzilgan individual rejalar asosida birinchi o'rinda ijtimoiy reyestrda bo'lgan 759 ta oila va 926 nafar aholini daromadini mehnat bilan ta'minlash bo'yicha xizmatlar bilan qamrab olindi va quyidagi xizmatlar ko'rsatildi. 91 ta oilaga 160,8 million so'mlik imtiyozli kredit subsidiyalar ajratildi. Buning natijasida 171 nafar fuqarolar doimiy ish o'rinlariga ishga joylashtirildi. 58 nafar fuqarolar kasb, hunar va tadbirkorlikka o'qitildi. 603 nafar fuqarolar tadbirkorlikka jalb etilib, o'zini o'zi band qilish daromadi mehnat bilan bandiga ta'minlandi. 3 nafar fuqarolarning daromadi mehnat bilan, ya'ni tomorqadan samarali foydalanish mahalla driver yo'nalishlari bo'yicha boshqa xizmat bilan bandiga ta'minlandi. 2026-yil 1-aprel holatiga tumanda ijtimoiy reyestrga kiritilgan jami oilalar 6089 nafarni tashkil etib, umumiy oilaga nisbatan 12.6% ni tashkil etmoqda. Davlat ta'minotidagi oilalar toifasidagilar 1653 ta oila bo'lib, 3.4% ni, kambag'allar oilalar reyestr toifasidagilar 4063 ta oila bo'lib, 8.4% ni va kambag'allik chegarasidagi oilalar esa toifasidagi oilalar 372 ta oila bo'lib, 0.8% tashkil etmoqda. Aholini bandligini ta'minlash yo'nalishida 2026-yil 1-yanvar holatiga tumandagi 54 ta mahalla fuqarolik yig'inlaridagi aholi soni 201.786 nafarini, ya'ni mehnat resurslari 101.293 nafar, iqtisodiy faol aholi esa 76.164 nafarini, band aholi esa 72.090 nafarini tashkil etmoqda. Tumanda 2026-yil 3 ta yo'nalish bo'yicha jami 30.256 nafar, jumladan aholini doimiy ishga joylashtirish hisobiga 3.511 nafar, ish o'rinlarini soyadan chiqarish, ya'ni legallashtirish hisobiga 4.220 nafar va aholini daromadini oshirish hisobiga 22.525 nafar aholini bandiga ta'minlash va daromadini oshirish orqali ishsizlik darajasini 5.3% dan 3.2% ga tushirish reja qilib olganmiz. Birinchi chorak yakuni, ya'ni yanvar-mart oylari rejasi 5187 nafar bo'lib, amalda esa bu ko'rsatkich 6691 nafar aholi bandligi ta'minlanib, reja 128.9% ga bajarildi. Jumladan aholini doimiy ishga joylashtirish rejasi 526 nafar bo'lib, amalda 785 nafarga, ya'ni reja 149.2% ga bajarildi. Ish o'rinlarini soyadan chiqarish, ya'ni legallashtirish rejasi 844 nafar bo'lib, amalda 1119 nafarga, ya'ni reja 132.6% ga bajarildi. Keyingi yo'nalishda aholi daromadini oshirish rejasi 3817 nafar bo'lib, amalda 4787 nafarga, ya'ni reja 125.4% ga bajarildi. Keyingi iqtisodiy yo'nalishlarimizdan bu tumanimizda eksport ko'rsatishi hamda xorijiy investorlarni o'zlashtirish masalasi. Eksport ko'rsatishlari bo'yicha 2026-yil jami 12.3 million dollarlik, shundan 2.3 million dollarlik sanoat va 10 million dollarlik meva sabzavot mahsulotlari eksportini amalga oshirishi rejalashtirilgan. 2026-yil 1-chorak davomida 1.6 million dollar, ya'ni 0.4 million dollarlik sanoat va 1.12 million dollarlik meva sabzavot mahsulotlari eksport qilish belgilangan bo'lib, amalda bu ko'rsatkich 3.8 million dollarga, ya'ni 0.1 million dollar sanoat mahsulotlari 23% ga va 3.7 million dollar meva sabzavot mahsulotlari, ya'ni 308% ga mahsulotlar eksport qilinib, reja 352% ga bajarildi. Aprel oyida 0.6 million dollar, ya'ni sanoat mahsulotlari va meva sabzavot mahsulotlarini eksport qilish belgilangan bo'lib, amalda 24-aprel holatiga 0.9 million dollarga meva sabzavot va sanoat mahsulotlari eksport qilinib, reja 150% ga bajarildi. Xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish yo'nalishi bo'yicha 2026-yilda har bir tuman hokimi yil davomida kamida 100 million dollardan miqdorida xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish yuzasidan berilgan topshiriqlarga asosan xorijiy hamkorlar ishtirokida 6 ta qiymati 235 million dollarlik loyihalar shakllantirildi. Jumladan To'ron ekoko'mir mas'uliyati cheklangan korxonasi tomonidan umumiy qiymati 10 million dollar bo'lsa, ko'mir qazib olish tashkil etish loyihasi rejalashtirilgan. Expo Group Gold MCH tomon xususiy korxonasi tomonidan umumiy qiymati 25 million dollarlik ko'mir qazib olish loyihasi. To'ron ekoko'mir mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan umumiy qiymati
50 million dollar bo'lgan ko'mir qazib olish modernizatsiya qilish loyihasi. Bundan keyingisi Oltinsoy tuman Madad MChJ tomonidan umumiy qiymati 35 million dollarlik limonchilik va yangi limon ko'chatlarini yetishtirish tashkil etish loyihalari rejalashtirib olingan. 2026-yil birinchi chorak davomida 3 ta korxonalar hisobida 17,7 million dollar xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilishi belgilangan bo'lib, amalda 3 ta korxonalar hisobidan 17,8 million dollar xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilib, reja 100.5% ga uddalandi. Sanoat rivojlantirish sohasida tumanimizda bugungi kunda faoliyat yuritayotgan 217 ta sanoat korxonalari mavjud bo'lib, 217 tasi ham sanoat korxonalarining hammasi kichik korxonalar hisobiga to'g'ri keladi. Shundan 81 tasi 2025-yilda faoliyati va nol hajmda ishlagan korxonalar hisoblanadi. 2026 birinchi oyda ko'rsatilgan yordamlar hisobiga 10 tasining faoliyati tiklandi. Masalan, Ziyonnet Master oilaviy korxonasi, Jeb Business MChJ va Feruzaxon Husanova oilaviy korxonalari faoliyat tiklandi. Bugungi kunda faoliyatini boshladi. 2026-yilda sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi o'sish sur'ati 111.1% ga uddalandi. Keyingi yo'nalishimizda ijtimoiy soha yo'nalishida yoshlar bandligini ta'minlash, jinoyatchilik oldini olish borasida tumanimizda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan tuman aholisining qariyb 46.3% bugungi kunda yoshlar tashkil qiladi. Xususan, tumanda 95.513 nafar 0 yoshdan 30 yoshdagi hamda 50.982 nafar 14-30 yoshdagi yoshlar istiqomat qilib kelmoqda. 2026-yil xatlon davronida tuman bo'yicha xatlon natijasida jami 30.095 nafar ishsiz va risk guruhi yoshlari aniqlandi. Yoshlar bandligi ta'minlash bo'yicha tumanda biriktirilgan rahbarlar tomonidan jami 514 nafar yoshlarning turli yo'nalishdagi bandligi ta'minlandi. Jumladan 114 nafari doimiy ish o'rinlariga, 106 nafari tadbirkorlik uchun kredit ajratildi, 45 nafariga ekin yer maydonlari berildi, 67 nafariga o'zini o'zi band qilish uchun asbob uskuna ajratildi, 40 nafari tartibli migratsiyadan ishlash uchun yuborildi, 8 nafari ta'limga jalb qilish orqali bandligi ta'minlandi, 24 nafari muddati harbiy xizmatga jo'natildi, 110 nafar boshqa yo'nalishlarda bandligi ta'minlandi. 2026-yilda 54 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida 810 nafar ishsiz yoshlar ro'yxati shakllantirilib, bandligini ta'minlash uchun jami 7 nafar tashkilot rahbarlariga, shundan 142 nafar viloyat, 335 nafar tuman darajadagi rahbarlarga 668 nafar yoshlar biriktirildi. Ijtimoiy soha yo'nalishida yoshlarni ajratilayotgan kreditlar evaziga tumanimizdagi Aloqa bank tomonidan Prezidentimizning 68 sonli qarorlariga muvofiq yoshlar biznesi dasturi doirasida 11 nafar yoshlarga 579 million so'm kredit mablag'i ajratildi. Bundan tashqari Prezidentimizning 61 sonli qarori ijrosi bo'yicha oilaviy tadbirkorlik oliy ta'lim tashkilotlarini bitirgan bitiruvchilar talabalari kelajakka qadam dasturi doirasida 24 nafar yoshlarga 440 million so'm kredit ajratib berildi. Bu bo'yicha ularning ish bandligi ta'minlandi. Oltinsoy tumanida bugungi kunda biriktirilgan rahbarlar tomonidan jami 810 nafar yoshlarning 631 nafari yoki 77.9% yoshlarning turli yo'nalishlarda bandligi ta'minlandi. Ijtimoiy sohada yoshlarimiz uchun shart-sharoitlarni yaxshilash maqsadida tumanimizda bugungi kunda faoliyat yuritayotgan 71 ta maktab faoliyati o'rganilib, shuningdek tumandagi 2026 davlat investitsiya dasturi asosida tumanimizdagi Shoxsha mahallasi hududida 330 o'rinli yangi umumta'lim maktabi qurilishi, Olmazor mahallasida 23-sonli umumta'lim maktabida 300 o'rinli qo'shimcha o'quv binosi qurilishi 3.177 million so'mga, Ovchi mahallasidagi 26-sonli umumta'lim maktabida 330 o'rinli qo'shimcha o'quv binosi 3.131.5 milliard so'mlik loyihasi, Nog'aymurod mahallasidagi 43-sonli umumta'lim maktabida 330 o'rinli qo'shimcha o'quv binosi va 520 o'rinli maktabni mukammal ta'mirlash 8 milliard 308 million mablag' ajratildi. Dug'obo mahallasidagi 7-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotiga 100 o'rinli binosini qurish amalga oshiriladi. Bu bo'yicha 3 milliard 826 million so'm mablag' ajratildi. Obod Voxshon mahallasidagi 19-sonli
Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining 120 o'rinli qo'shimcha o'quv binosini 4 milliard 404 milliard so'mga ta'mirlash uchun mablag' ajratib berildi. Ikraz mahallasida 18 sonli davlat maktab tashkilotiga sobiq binosining o'rniga 60 o'rinli yangi bino qurilishi amalga oshirish hisobiga 1 milliard 751 million so'm mablag' ajratildi. Tibbiyot yo'nalishida tumanimizda aholisiga jami 25 ta tibbiyot birlamchi sanitariya yordami ko'rsatuvchi muassasalar faoliyat yuritmoqda. Aholi o'z vaqtida sifatli tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida 204 million so'mlik 12 ta stomatologik apparaturalar va 12 turdagi tibbiy jihozlar keltirildi. Shuningdek 10 ta oilaviy poliklinikalar 23 ta fizioterapik apparatlar bilan jihozlandi. Bundan tashqari tumandagi 53 sonli oilaviy poliklinikasi, 55 sonli oilaviy poliklinikasi, 60 sonli oilaviy poliklinikasida joriy ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. 3 ta birlamchi tibbiyot sanitariya muassasalari ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Hurmatli brifing ishtirokchilari, xabarlaringiz bor, muhtaram prezidentimiz tomonidan Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallalar faoliyatini tashkil etish bo'yicha tumanimizda 2 ta mahalla fuqarolar yig'inlari, ya'ni tumanimizda yangi qurilish hamda mustaqillik 10 yilligi mahalla fuqarolar yig'inlari yangi qiyofasidagi O'zbekiston mahallasiga aylantirish bo'yicha davlat byudjeti tomonidan 10 milliard so'm mablag' ajratildi. Bugungi kunda ushbu mahallalarda qurilish, ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari tumanimizda 10 ta og'ir mahallalarga respublika byudjetidan 30 milliard, ya'ni buni 20 milliard respublika byudjetidan, 10 milliard esa mahalliy byudjetdan mablag' ajratilib, bu mahallalarda ham ijtimoiy infratuzilmasini yaxshilash maqsadida mablag' yo'naltirildi. Xabarlaringiz bor, viloyatimizda 3 ta tuman og'ir tuman toifasiga kiritilgan. Shular qatorida bizning Oltinsoy tumanimiz ham og'ir tumanlar toifasiga kiritilgan bo'lib, respublika jamg'armasidan 60 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu demak, yo'l infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha 25 milliard 330 million so'm, elektr ta'minotini yaxshilash va elektr tarmoqlarini rivojlantirish yo'nalishi bo'yicha 3 ta transformator o'rnatishga 3 milliard 790 million so'm, 80 kilometr elektr liniyalarni almashtirishga 9 milliard 760 million so'm mablag' ajratildi. 3-chi yo'nalish ichimlik va oqova suv ta'minotini tizimini yaxshilash bo'yicha 4 kilometr masofaga 1 milliard 500 million so'm mablag' ajratildi. 4-chi yo'nalishda sug'orish tizimlarini rivojlantirishda bir dona nasosga 200 million so'm va 9 kilometr suv tarmog'ini ta'mirlash bo'yicha 1 milliard 700 million so'm mablag' ajratib berildi. Keyingi yo'nalish obodonlash va ko'kalamzoshtirish yo'nalishida jami 7 milliard 320 million so'm mablag' ajratildi. Bu borada ham tumanimizda 9 ta obyekt tanlab olingan. Shu obyektlar bo'yicha bugungi kunda loyihachilar hammasi tenderdan tanlovdan aniqlangan. Hozirgi kunda ushbu mahallalarda loyihachilar tomonidan o'lchov ishlari amalga oshirilmoqda. E'tiborlar uchun rahmat.